Davayimizni to'g'ri anglatayli. Abdori Asiya Uyg'ur. Növbətdə Uyg'urlar davasının xalqaralashish suratining kunsir eshishiga agishib, xalqaro medialarda yoki atrofimizdagi bizga qiziqadigan xalqlarning mundaq savoliga ko'proq duch kelyapmiz. U bo'lsimi, Xitoylar nima uchun Uyg'urlarni lagerlarga qamaydi? Siz bu xildagi savollarga tövəndəki javobning qaysisini beryapsiz? Birinchi, musulmon va turk bo'lganligi uchun. Ikkinchi, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining huquqliq egisi bo'lganligi uchun. Undaqda biz tövəndəki mülayiza orqali Uyg'urlarning lagerlarga qamalishidagi yuqorqidek ikki xil sababdan Xitoyning qandaq natijalarga erishadiganligiga qarab baqayli. Birinchi javobga mülayiza. Agar Uyg'urlar musulmon bo'lganligi uchun Xitoyning yo'qotish obyekti bo'lganida, Xitoy dunyo nüfusining 19.6%ni tashkil qiladigan g'oyat zo'r bir xalqqa qarshi jang e'lon qilgan bo'ladi. Buning oqibati Xitoylar dunyo aholisining 5dan 1 qismini o'ziga dushman qiladigan cho'ng xatarga tavakkul qildi deganlik bo'ladi. Ondaqda Xitoy bundaq bir tavakkulchilikni qilgandan keyin qandaq natijaga erishishi mumkin? Bir balvog' bir yo'l strategiyasi besib o'tadigan liniyalarning zo'r ko'p qismida musulmonlar va bir qismida turklar yashaydi. Tövəndəki bir balvog' bir yo'l liniyasi besib o'tadigan musulmon ellərinin statistikasiga qarang. Sharqi Janubiy Osiyodagi 11 davlat. Bu davlatlardan Indoneziyaning 87% aholisi musulmon. Malayziyaning 60% aholisi musulmon. Filippinning 49% aholisi musulmon. Singapurning 3.9% aholisi musulmon. Taylandning 3.9% aholisi musulmon. Bruneining 42.3% aholisi musulmon. Laos, Kambodja, Vyetnamdami musulmonlar yashaydi. Janubiy Osiyodagi 8 davlatdan Hindiston nüfusining 17% musulmon. Pakistanning 95% musulmon. Afg'onistonning 99% musulmon. Nepalning 2.7% musulmon. Moldovishning 98% musulmon. Sharqi Osiyo va Shimoliy Afrika rayonidagi 16 davlatdan Saudiya Arabiston 99% musulmon. Arab Birlashma Xalifaligi 78% musulmon. Oman 98% aholisi musulmon. İran 99% musulmon. Iroq 99% musulmon. Turkiya 99% musulmon. Isroiliya 19% musulmon. Misr 86% musulmon. Kuvayt 95% musulmonlar. Qatar 82% musulmon. Mushundaq bo'lganda, musulmonlarni yo'qotish nishon qilinganda, Xitoy uchun bir balvog' bir yo'l strategiyasida eng cho'ng to'salg'i paydo bo'lishi mumkin. Chunki musulmonlar diniy kimligini hammadan aziz biladigan bo'lib, sobiq Sovet ittifoqi sovuq munosabatlar urushi davrida G'arbga qarshi musulmonlarning diniy hissiyotidan nihoyatda unumli foydalangan edi. Bu haqda Sovet ittifoqining O'rta Sharq strategiyasi haqida izlanishingizni tavsiya qilaman.
Xitaymo 1949 yılı dövlət qurğandan buyan izchil yo'sinda Sovet ittifoqining izini besib, Sovet uslubini o'rnak elib, O'rta Sharq strategiyasida musulmonlar bilan do'stona munosabatni saqlab keldi. İzdenip ko'rdigan bo'lsak, Xitoyning O'rta Sharq tadqiqotida bizni cho'chitadigan nurg'un yangiliklarning borligini bayqishimiz tas emas. Xitoy musulmonlarni oshkor yo'qotish siyosati bilan bir balvoq bir yo'l strategiyasini unumlik elib bora olishi asla mumkin emas. Shu sababdan Uyg'urlarning musulmonlik kimligini yo'qotish Xitoylarning lagerlar masalasidagi amalga oshirmoqchi bo'lgan asosli maqsadi bo'la olmaydi. Ikkinchi, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining asosli aholisi, ya'ni bu zaminning qonunliq egisi bo'lganligi uchun. Xitoy Kommunist hokimiyati 19-qurultayda asosiy qonuniga tuzitish kirgizilgan bo'lib, bu tuzitishda Jungocha alayidlikka ega sotsialistik davlat qurish yangi davrga kirdi deb jakarladi. Va bu qitimliq asosiy qonunga tuzitish kirgizishni partiya va davlatning bexatarligi hamda mangulik amillikini ishga oshirishning asosi va eng yuksak pallasi deb bekitdi. Xitoy hukumatining 2019 yili 9 oyning 27 kuni e'lon qilgan yangi davrdagi Jungo va bu dunyo nomli aqtashlik kitobini tafsili ko'rib baqsaq, Xitoyning qilayotganlarining Jonghua ulusining qayta gullanishi va dunyo kun tartibini qayta bekitishdan dunyoning xo'jasiga aylanishqichi bo'lgan buyuk bir nishon ekanligini bilishimiz tas emas. Bu yerdagi Jonghua ulusi uqumi buningdan taxminan 10 yillar avval Xitoyning strategiya mutaxassisi Hu Angang o'tirg'i qo'ygan ikkinchi avlod millatlar siyosati strategiyasi bilan chambarchas bog'langan bo'lib, bu strategiyada o'tirg'i qo'yilgani dal Xitoydagi oz sonliq millatlarni tubdan assimilyatsiya qilib, birli Jonghua ulusi kimligini shakllantirish va qabul qildirish orqali Xitoydagi avtonomiya huquqiga ega millatlarni bu huquqlardan ayirib, o'rtaq Jonghua ulusi kimligida Jungo puhrasi bo'lishni tashabbus qiladi. Ondaqda Xitoy ichidagi 5 avtonom rayon ichida Xitoylashtirish ancha ko'ngildagidek natija bermagan avtonom rayonlardan qaysilari bor? Agar bu haqdagi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidan boshqa barliq avtonom rayonlarda Xitoylashtirish siyosatining nihoyatda yaxshi unumga erishganligini ko'rib olish tas emas. Xitoyning 2000-yildagi mamlakatlik 5-navbatlik nopos tekshirish dokladida tövəndəki ma'lumotlar bor bo'lib, bu qitimliq statistikadan chiqarilgan yakun Uyg'urlarning Xitoy bilan to'ylashish nisbatining oran 0,62% bo'lishi va Uyg'ur millatining Şinjandagi noposning eng ko'p bo'lishi diqqat qilishga tegishli ekanligi bo'lgan. Yuqorqi statistikaga qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarning Xitoylar bilan to'ylashish nisbatining keynidan sanaganda 3-o'rinda turdiganligini bayqaymiz. Agar Jonghua ulusi shakllantirish va Jonghua ulusining ulug' gullanishini amalga oshirishga to'g'ri kelsa, Jonghua ulusi kimligini ancha qabul qilmaydigan, ammo Xitoydagi 5 avtonomiya rayonining birisi bo'lgan Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining asosliq egillari bo'lgan Uyg'urlarni darhol yo'qotishga to'g'ri keladi.
ularni Rohingya musulmonlarni qirgandek qirib tashlash albatta dunyo qabul qilolmaydigan va Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasining normal davom qilishiga to'salg'i bo'ladigan xatarlik ish. Chunki Uyg'urlarning diniy va etnik kimligi dal bir balvoq bir yo'l liniyasidagi davlatlar bilan bog'langan. Undaqda Xitoy bu masalani qandoq hal qilishi kerak? Uyg'urlarni yo'qotish va ularning diniy va milliy qarindoshlarining diqqatini qo'zg'amaslik. Shundaqla dunyoning qo'llashi ostida bu planini ishga oshirish uchun dunyo manfaati bilan o'rtaq bir nuqtaga kelish lozim. Bu o'rtaq nuqta nima? Bu o'rtaq nuqta dal xalqaro terrorizm. Xitoy 1989-yildagi o'quvchilar harakatini qonliq bostirgandan keyin aslida dunyoda kuchli qarshilikqa uchirgan va yolg'iz qoldirilishga boshlagan edi. Bu davrda Sovet ittifoqi parchalangan, dunyo miqyosidagi kommunist hokimiyatlari asta-asta yemirilishga boshlagan davr edi. Agar 11-sentabr vaqasi yuz bermagan bo'lsa, Xitoyning taqdiri ashu kommunist hokimiyatlardan farqliq bo'larmidi? degan masalada bugun hammamiz o'ylanib beqishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni xalqaro terrorizmga qarshi turish to'lqini Xitoyni bir qitimliq vayron bo'lish qismatidan saqlab qolgan desak, ozroqmi ortiq ketmasligi mumkin. Ya'ni xalqaro terrorizmga qarshi turish to'lqini Xitoyning bugunida kuchlanishi va iqtisodining taraqqiy qilishiga eng cho'ng fursat yaratib berganligi hech kim inkor qila olmaydigan haqiqat. Xitoyning yangi davrdagi Jungo va Dunyo nomli aqtashlik kitobiga qaraydigan bo'lsak, Xitoyning o'ttirg'i qo'yayotgani dunyo kun tartibini o'zgartirish va o'zining 70 yillik hokimiyatni idora qilish tajribalarini dunyoning o'rnak elishiga sunish bo'lib, aniqki Xitoy 1945-yili BDT qurilgandan buyon shakllangan erkinlik, barobarlik va inson haqlaridan iborat insonlarning o'rtaq qarashlari asosida shakllangan dunyo kun tartibini 100 yillik cho'ng islohot va dunyo o'rtaq gavdasi shakllantirish qarashlari asosida Xitoycha kommunist ideologiyasi bilan o'zgartishni maqsad qilgan. Bu aqtashlik kitobda Xitoy yana hech qanday davlat yoki kuch Xitoyning taraqqiyot yo'lini to'sishiga yo'l qo'yilmaydi deb keskin yozgan bo'lib, bu demaklik Junxo ulusining buyuk gullanishini qo'lga keltirish yo'lidagi har qanday to'saqqa qarshi turish uchun Xitoy allburun puxta tayyorlik qilib bo'lgan. Әмді Uyg'urlar masalasiga qaytib kelsak, Xitoyning Sharq Turkistonda jazo lagerlarini yasishi hargizmo yaqinqi bir qancha yillardan buyon tuyuqsiz o'ttirg'i chiqib qolgan va bir mezgildan keyin o'zligidan g'oyib bo'ladigan o'tkinchi siyosiy masala bo'lmasdan, balki Uyg'urdan iborat bir millatni tub yiltizdan yo'qotish va shu orqali Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni degan atalg'uni qarshiliksiz amaldan qoldirish va bu zaminning asli egillariga Junxo ulusi kimligini qabul qildirish orqali mangulik amillikni qo'lga keltirishdir. Ya'ni bu hukmni texmi tushunishli qilib bayon qilsak, mayli Xitoyda kelgusida qandaq o'zgarishlar bo'lsin, tuzilma o'zgarsin, demokratik tuzumga taraqqiy qilib, Uyg'urga fikr erkinligi berilsa yoki o'zgarmasin,
hazırkı tüzülmini saqlap qalsın. Şinjandan ibaret coğrafiyalik o'rnidagi alaydiligi va to'lib ketgan mo'l boyliqlari bilan Xitoyning bexatarligi va iqtisodiy taraqqiyotida kam bo'lsa bo'lmaydigan bu zaminni mangu o'zining qilib olishdan iborat razil maqsadini amalga oshirish uchundir. Darvaqa, Uyg'urlar bugun duch kelayotgani millat bo'yicha yo'qolishdak insoniyatga qarshi bir jinoyat bo'lib, agar bu jinoyat dunyoga to'g'ri anglitilmasdan musulmonlarni yo'qotish, turkiy xalqlarni yo'qotish nomida tashviq qilinib, u zaminda Uyg'ur otliq bir xalqning shu zaminning egilik huquqini qaytarib elish va mustaqillik davridagi rolini chetga qaqqanda, Xitoyning bir millatni yo'qotish orqali uningga mansub zaminni o'zining bir qismi qilib olish g'arzi va bu millatning yo'qotilishining dunyoning bexatarligi va kelgusi tinchligiga qandoq oqibatlarni elib keladiganligidek bir muhim nuqtani gavdlantirishdan chetnab, da'voning xalqaralashishi, butkul dunyo xalqining millat va din ayrimasdan Uyg'urlar beshiga kelayotgan bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi adolat yoqlishini qo'lga keltirish orqali Sharq Turkiston da'vosini to'g'ri yo'lda utuqqa erishtirishdek maqsadga yetish qiyinlashishi mumkin. Mən ötken 2 yıldan köprək vaqt içində Uyğurluq kimligining Sharq Turkiston da'vosidagi roli, lagerlar masalasının arqa ko'rinishi, Xitoyning lagerlar masalasi haqida dunyoga ko'rsatgan bahonasining Uyg'urlarni radikallik va terrorizmga bog'langanligiga doir turlik masalalar ustidagi kuzatganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashib kelgan edim. Bu qarashlarning bugun realligimizda texmi ko'p isbotlanayotganligi hammamizga ma'lum. Darvaqa, dunyoning biz uchun ovoz chiqarishi bizning musulmon bo'lganligimiz sababidan emas, balki bizning bir inson sifatida barliq haq huquqlarimizning dafsanda qilinayotganligi uchun bo'layotidi. Ammo bugungi kunlikda bir qism qarindoshlarimiz bu da'voni boshqalarga yanala musulmonlik kimligiga qilingan tajovuzchilik, Uyg'urlar musulmon bo'lganlik uchun lagerlarga qamilayotidi degan mazmunlarda anglatayotganligini bayqadim. Gerçi bizning diniy kimligimiz haqiqatan Xitoy hukumati tarafidan dafsanda qilinayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoydagi boshqa musulmonlar lagerlarga qamalgani o'z urf-odati, til, yeziq, ma'rifi, tarixi, madaniyatlardan ayirib etilgani yo'q. Uyg'ur tili, Uyg'ur madaniyati, Uyg'urlik kimligi, Uyg'urning tarixi, hatto Uyg'ur yo'qolgan atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida zimin da'vosi qiladigan boshqa bir kuch mavjudmi? Bu savolga mayli xohlayli, mayli xohlamayli beriladigan javob yo'q. Chunki u ziminda Uyg'ur yo'qolsa, hamma yo'qoladi. Uyg'urlikni tashabbus qilish millatchilikni tashabbus qilish emas, balki millatning yildizni saqlab qolish uchundir. Chunki Uyg'urlik yo'qolsa, u ziminda zimin da'vosini qiladigan boshqa millat chiqmaydi. Uyg'urlik Uyg'ur uchun emas, balki shu zimindagi har bir millat uchun muhim. Uyg'ur bo'lganda turklik kimligiga va musulmonlik kimligiga ega chiqishimiz mumkin bo'ladi.
Növbətdə Məsud Özilning Uyg'urlarni qo'llashi bilan musulmonlar dunyosida Uyg'urlarni o'rtaq qo'llash to'lqini ko'tarilishga boshladi. Biz albatta bu qarindoshlarimizga cheksiz rahmatimizni bildiramiz ham ular bilan faxrlanamiz. Ammo shunisi esimizda bo'lsinki, ularga da'voyimizni Xitoy musulmonlarni yo'qotadi degan ma'noda emas, balki Xitoy Uyg'urdan iborat shu zaminning egisini yo'qotadi. Bu xalq ham sizlarga o'xshash musulmonlar edi. Ularning o'z zaminida irqiy qirg'inchilikqa uchrashiga sukut qilsanglar, qarindoshlik va insonlik nuqtasidan to'g'ri emas. Bizni qo'llanglar. İnsaniyatga qarshi, irqiy qirg'inchilikqa qarshi biz bilan bir safda turinglar deb bildirishimiz kerak. Agar noqul yo'sindagi musulmonlikqa qilingan tajovuzchilik deb anglatganimizda, da'voyimiz musulmonlik da'vosi ichida cheklanib, irqiy qirg'inchilikdan iborat bu cho'ng jinoyat bilan Xitoyni jazolash, ya'ni xalqaro qonunda jazosi bo'lgan dunyo xalqi, millat va diniy e'tiqod ayirmay o'rtaq qarshi chiqadigan bu jinoyatning da'vosini qilib, dunyoviy qo'llashlarga erishish fursatlarini qo'ldan berib qo'yishimiz mumkin. Tugidi. 2019 yil 30 dekabr